dumaloq sumkani to'qishni o'rganamiz. Bizga shunaqa ikkita oyna, pat, 6 razmerli leska, bir pochka 10 razmerli tosh kerak bo'ladi. Pistolet, kley, qaychi kerak bo'ladi. Oynani shunaqa oq narsalarini olib tashlaganimizdan keyin o'zimizga kerakli leskani kesib olamiz. 4 ta tosh o'tkazib to'qishni boshlaymiz. Bularni sir asrorlari bilan noldan onlayn kursligimda o'rgansangiz bo'ladi. Hammasi ko'rsatilgan. Onlayn kursimda 12 xil sumka to'qishni o'rganasiz. Shunaqa mahkam qilib to'qisanglar uzilib ketmaydi. Leskasiga yangi qo'shib olamiz tugagani uchun. Shunaqa mahkam qilib to'qisanglar uzilib ketmaydi. Klient norozi bo'lmaydi. Mana hech qachon to'qib sotgan sumkalarim uzilgani yo'q. Shunaqa u bilan teng qilganimizdan keyin ikkinchi qatorini to'qishni boshlaymiz. Orasini kattaroq qilmoqchi bo'lsanglar, 3-4 qator to'qishingiz mumkin. Ikkalasini birlashtirish uchun orasiga bittadan tosh to'qishni boshlaymiz. Ish yog'iga patni yopishtiramiz. Menga obuna bo'lishni unutmang. Kursga yozilish uchun direktdan kurs haqida ma'lumot deb yozib yuboring. Sumkamiz tayyor. Zakaz bermoqchi bo'lsanglar, bemalol direktga yozsanglar bo'ladi.